Bingo altınni oңoşuq setip aldım. Lekin bundan zor miqdorda oltinni apri versem olimzaga. Ondan soqchilar mendan cho'qim gumonlandi. Gumon qilib qolsa, momamdan miras qolgan desam bo'laverdi. Lekin davomli bunday degil bo'lmaydi. Bo'ldilar. Hozircha uxlab, bu ishlarni keyincha bir o'ylashay. Uxla Yasin, uxla. Burun qo'saq ochliqdan 5 qatib uxlayding. Endi bay bo'lding. Pulingni naq xajlashdan 5 qatib uxlaydigan bo'lding. Yasin. Namrat vaqtingda tushaydigining bir taxsi lag'man bilan 2 zix kavobdi. Endi o'zingni Dubayning shahzodasidek tushaydigan bo'lding. Isil mashinalar, dangliq markalar, go'zal qizlar. Bu oydimi, yildimi birasi izlab qo'ymaydigan meni. Bugun nima bo'ldi? Nima chiqib uchur bu? Hey Yasin savoqdashim, yaxshimi? Sen bağıma savoqdashlarni bek tashvatding, juma. Hey Yazong, yaxshi tudinglarmi? Sizlarni oltin setib bek beyib ketdi deydi-ku. Yasinjon yaxshimi? Qaysi kuni yo'lda uchrab qilib salom berdim, kalamni boshqa ish bilan bo'lib ketib, salom bermay o'tib ketibdi-ma, xafaman juma. Yasin, jenim adaş yaxshi tudingmi? Mush 10 ming ko'p berib tursan adaş. Apam ağrıp qalganda doktorxonaga akray desam pul yo'q, bak qiynalib qoldim adaş, jenim adaş bir yordam qilgin. Yasinjon yaxshimi? Men tanlowman. Voy men Xadicha. Önce to'lab qo'ysam o'rlat qo'yatgandim. Lekin shu o'ylab baqsam-ku, sen aqlga olgansan ene. Shu so'rab baqsam, sen hozir meni yaxshi ko'ramsan. Yasin ağinem yaxshimi ya? Ma bu 3-4 qizlar chaqirib qo'ydim degina. Kechda tek qizlar sen seni qiyiqas bir o'yintib qo'ymaymi? Yasinjonim, yo'qshimi? Çok uzun bo'libdi, ko'rishmagili. Qiziqish, tishim kirib qolibsiz qarang. Tishimda-chu, siz degan vashi pishib ketibsiz. Shu uyg'onib bilan birinchi siz Yasin. Sen namrat vaqtingda atrofingdagilar bir xil. Sen beygan vaqtingda atrofingdagilar yana bir xil. Sen endi bu jamiyatni azroq tushungandek bo'lyapsan, ha?